Assalomu alaykum, Traktor Borus kanalining kuzatuvchilari hamda texnika ishqibozlari. Bugun traktorlar ichida Hasan Husan deb ataladigan 892.2 hamda 952.2 traktor haqida gaplashib o'tamiz. Bizning bugungi hamrohimiz bosh injenerimiz Habibulla aka. Assalomu alaykum. Habibulla aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Bugun kuzatuvchilarimizga, texnika ishqibozlariga shu texnika bo'yicha Hasan Husan ataladigan texnikamiz bor. 892.2 hamda 952.2 bo'yicha ko'rinish jihatdan boshqa taraflama bir obzor qilib bersak, farqlarini men tushunishim bo'yicha tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi haqida bir farqlarni aytib o'tsak. MTZ 892.2 bilan 952.2 traktorini tashqi ko'rinishda deyarli farqi yo'q. Bitta bokovoylarini ajratishinglar mumkin. Bokovoyda farqi bor. Kattaroq bo'ladi 952.2 si. 892.2 u seriyali ketgan, 82.1, 80X lar o'shalarniki bilan bir xil bo'ladi. Kichikroq nisbatan. Nisbatan kichikroq bo'ladi. Oldin mordasida, balonida farqlash qiyinroq. Texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 892.2 bilan 952.2 ni dvigateli bir xil bo'ladi. Minskiy motorniy zavoddan 225.5 ikkalasini ham bir xil dvigatel. 66 kilovat, ya'ni 90 ot kuchiga ega. 90. Bularda farqi yo'q. Kapotda keyin glushитель, balonlar, oldi mostlari ham bir xil bo'ladi. Oldi mosti ham bir xil. Balichniy most bir xil bo'ladi. Balonlari ham bir xil. Oldi 360-70 R20 motor, orqa 18 tor 30-34. Demak, balonlarda, mostida farqi yo'q, bir xil. Farqi yo'q. Undan keyin dvigatel bir xil. Dvigateli bir xil. Undan keyin ketadigan bo'lsak, diska siplenasi. Korjina diska siplena degan narsa turadi motordan keyin. Unda ham farqi bo'lmaydi. Bir xil u ham. Bu ham bir xil. Buni asosiy farqi korobkada bo'ladi. Bularniki oddiy shesternali, keyin oddiy shesternali mexanik korobka. Bularda sinxron shesternali bo'ladi. Sinxron korobka deb o'shanga gap chiqib ketgan, o'shandan ajratishadi odamlar. Asosan o'sha sinxron korobka deb ajratishadi. Shunaqa. Tezligiga keladigan bo'lsak, tezligi ham ozroq tezroq deyishadi. Tezligiga keladigan bo'lsak, nisbatan bunga qaraganda nisbatan bu tezroq bo'ladi. Bu sababi unda skorostlarni diapazonni, skorostlarni pog'onani orasi diapazonni skorost deyiladi, o'shanisi kamroq. Masalan, skordan skorga tushishda skorosga tushadigan diapazoni kamroq. O'shaning uchun sekin yuradi bu. Sekinroq. Agar skorosdan skorosga olib qo'zg'aladigan bo'lsang, qolib ketadi. Bunda kamroq tezroq. Diapazoni kattaroq bo'ladi. O'shaning uchun tezroq. Xo'p, orqa naveskalariga keladigan bo'lsak. Orqa naveskaga keladigan bo'lsak, orqa naveskasi O'zbekiston sharoitida anchadan beri ishlab kelayotgan naveska tanlangan. Biz bunga o'zgartirish kiritganimiz yo'q hali. Buni o'zgartirsa bo'ladi. Hozir masalan 2 tonna 900 kilo ko'taradigan bo'lsa, masalan 300-400 kilo qo'shsang bo'ladi. Nimani hisobiga? Gidrosilindrni hisobiga. O'sha gidrosilindrni almashtirsanglar, hozir 100 lik turadi bu yerda. O'sha 100 likni 110 qo'ysa, o'shanda 3 tonna 200 ga ko'tarilishi mumkin gruzopasyonnosti. Bu ham endi talabga kelib taqaladi. Talabga qancha talab ko'proq bo'lsa, o'shanga qarab zakaz qilinadi. Buni endi sizlar qilishinglar kerak-da. Ular chunki fermerlar bilan sizlar asosan aloqada sizlar bo'lasizlar. Qanaqa talabinglar bor, qanaqa shikoyatinglar bor, hammasini yozib olib qolib bizga yetkazsanglar, biz zavod bilan gaplashib turib, orqa naveskani kuchliroq chiqarsa bo'ladi. Nafaqat naveska, xohlagan joyini o'zgartirishi mumkin. Yana bitta fermerlarimiz so'rab qoladigan, isbotlab berish kerak. So'rab qoladigan yana bitta nimasi bor. Orqa vonni oldiga o'tkazsa bo'ladimi deydi. Bu albatta bo'ladi. Makka urishga. Da. Hozir juda populyarniy bo'lyapti. O'zinglar ham sotyapsizlar. Shunaqa. Kukuruzu borishni, o'sha kasilkalar, har xil asosan. Da. Uni ham ilojisi bor. Chunki bizlarda shtuchniy qaysidir anaqalar olib kelishdi o'zi. Primoy shartnoma bilan olib kelib ko'rdik. Oldida vomi bor, naveskasi bor. Ulaydi, bemalol ketaveradi. Agar talab bo'ladigan bo'lsa, nimaga biz olib kelmasligimiz mumkin? Biz ham olib kelamiz bemalol. Talabga qarab bemalol olib kelsa bo'ladi. Albatta. Uni sizlar yetkazib berishinglar kerak bizga. Chunki sizlar gaplashasizlar-da. Fermerlar. O'shani yetkazsanglar, o'shanga qarab komplektatsiyani tanlayotganda belgilab o'shani ko'rib, o'zi alohida bo'limlari bo'ladi. O'shalarni bilan gaplashib turib qo'shtirsa bo'ladi. Hurmatli fermer akalarimiz hamda texnika ishqibozlari,
sizga kerakli komplektatsiya bo'yicha so'rovnoma o'tkazamiz. Kommentariyada bemalol yozib ketishingiz mumkin. Shunga qarab biz ham zakazlarni beramiz. Kommentariyada plus belgisini hamda fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Like bosish hamda YouTube kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqing. To'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Keyingi 892 bo'yicha Habulla akamiz bilan yana davom ettiramiz. Xo'p, aka, buni orqa naveskasi ham bir xil. Bunda ham bir xil 952 bilan. Sistemaga razvodga tashlab ketilgan. Aha. Razyomi bor, elektrический. Elektrический, xo'p. Gidravlический chassi ulashga ham alohida Qo'shimcha. qo'yib ketilgan. Demak, bunda ham 952 ga o'xshatib qo'shimcha orqa naveskani kuchaytirish imkoniyati bor. Bir xil. Komplektatsiya bilan, ha. Hol O'sha silindrni almashtirganda buni ham gruzopodъемностьsi og'irroq qisa bo'ladi. Qisa bo'ladi. Demak, G'om qismi ham, masalan, ko'pchilik aytadi, qishloq xo'jaligi deb aytasizlar. ha. G'om qismi ham o'sha standart bo'yicha ishlashadi, 540 ming ababat. 540 ming. Demak, bunda ham bemalol oldi naveska qo'yib, vomni o'tkazsa bo'ladigan komplekt. Ha, demak, buni fermer akalarimizga qoldiramiz asosan ko'proq. O'sha talabga qarab so'rovnoma o'tkazib, kelganda so'raylar, kerak bo'ladimi, kerak bo'lmaydimi, asosan nima uchun ishlatasizlar, o'shanga qarab zavod bilan gaplashiladi. bor. Chiroqlariga keladigan bo'lsa, esimda bo'lsa, MTZ zavodini direktori kelganda biza tuning qilib qo'ygan traktorimiz bor edi. Ko'ruvdi, uni. Latvia ko'ruvdi. Bu payt eskicha keladi. Boshqacharoq Faraday. Eskicha variant keladi. Bo'lingan sariq bilan oq alohida, balfaring bilan gabarit alohida. Ajralib turardi. O'sha paytda taklif kiritgandik. Restayling qilib biza qo'yuvdik-da buni. Ha, o'zimiz qo'yib ko'rsatgandik. Tuningda. O'shandan keyin O'zbekistonga mashina kelishni boshladi. Demak, bu ham bir yangilik. Yangilik bo'lgan. Keyin podgolovnik, mana bu kapitanskiy sidina deganmiz, o'sha paytda podgolovniklar qo'yardik. Aha. Hozir yana Bu ham o'zimizda oldin qo'yilgan. qo'shimcha qilib ketadi. Qo'shimcha. Oldin sidinalari oddiy kelardi, podgolovniklar bo'lmasdi. Qo'l qo'yadigan moslamalari bo'lmasdi. Buni ham o'sha paytda kelganda biz taklif berganmiz. Zavodni direktoriga. O'sha payt u o'zlari o'tirib ko'rgan, o'sha payt kelib o'tirgan, anaqa o'tirib, faralarni ko'rgan. To'siy bo'ladimi, yonidagi texnik direktorlar ham kelgan. O'sha paytda gaz обсуждение bo'lib, qo'yanishni chiqaramiz, chiroyli chiqargan deb ketishgan. O'shandan keyin shunaqa kelishni boshladi. Yangilikni demak qabul qilib bizga olib kirib beryapti. Shunaqa bo'ladi. Demak, fermerlar bu narsani olishgan va ulardan ko'p narsani o'rganamiz. Shunda baribir umumiy fikr baribir bitta joydan chiqqani. Shunaqa. To'g'ri. Demak, kabinaga keladigan bo'lsak, kabinada hech qanaqa o'zgarish yo'q. Kapitan sidina qo'yilgan, podgolovnik bor, qo'l qo'yadiganlari bor, torpedkalari bir xil bo'ladi. Radio, konditsioner bor, asosan. Konditsioner bilan jihozlangan. Magnitola bor. Keyingi yana bitta qo'shimcha ma'lumot bersanglar bo'ladi. Fermerlar kelganda alohida ularning ishini bitta joyda bitirish uchun bizada servislik sentrimiz bor. Bemalol sentrda qo'shimcha tuning xizmatlarini ko'rsatamiz. Xabaring bor bu narsa? Ha, uni har bitta fermerga taklif beramiz, albatta. Taklif beringlar shu. Keladi, ko'rishadi. Qanaqa перецаски qilamiz, nimadan, qanaqa material, kojami yoki eko kojami yoki bo'lmasam qanaqadir oddiy alcantaromi yoki qanaqadir materialmi, o'shalarni tanlashadi o'zlari. Shu 1-2 kun ish kunida beramiz. Vibr bor, o'zlari ko'rib, bemalol rangini tanlab ketish imkoniyati bor. Sizlashda hammasini qilib beramiz. Polik, chexol, demak, yo'q u narsa. bir kun 2 kun vaqt ketadi. Servislik sentrimiz bo'yicha ma'lumot beringlar, shu fermerlar olayotganda qanaqadir ishonch bilan olishsin. Servislik sentrimiz bor, ofitsialniy rasmiy dilerimiz. Zavoddan primoy olib kelinadi, qanaqadir bu yerda zborkalar haqida gap so'z bo'ladi, oranglarda. Shunaqa. Biza primoy bilasizlar, primoy zavoddan olib kelinadi bizada. Belorussiya MTZ zavodidan. Mana bizning korxonamizda kelayotgan har bitta agregat bo'ladimi yoki bo'lmasam traktor bo'ladimi, qanaqadir anjom, asbob bo'ladigan bo'lsa, hammasi sertifikatga ega. Hammasi zavodning original mahsuloti keladi. Bu yerda hech qanaqa O'zbekistonda yoki bo'lmasa qanaqadir qo'shni davlatda yig'ilmagan. Ular primoy o'sha zavodidanmi, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan deb aytyapsizlarmi? O'sha zavoddan primoy keladi. Bu kafolatlangan dokumentlari bilan o'zi ko'rsatish. Hujjatlari hammasida ko'rsatiladi. Bemalol ko'rsatamiz uni. BTD'si bormi, invoice bormi, hammasida
originalniy o'sha zavodniki. bemalol aloqaga chiqib, o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan Albatta. aloqaga chiqishlari mumkin. O'zinglar ham gaplashsanglar bo'ladi. Bemalol telefon qilishsin, gaplashamiz, maslahatlashamiz. Bemalol. Muammosi yo'q. Yana qo'shimcha yana bitta ma'lumot berib o'tib ketaman. Bunga oldiga protivovesniy toshlarni olib kelib qo'yganmiz. Ha, oldi tosh o'ziga Oldi tosh. komplektida. Aynan mana bu 1221 forma bor-ku, 1221 traktorlarda Zavodda o'zidan keladi. Ha. Bilsen xuddi o'shanaqa formada, faqat kilosi kichkinaroq bo'ladi. Sababi ular unaqa katta shassiga ega emas. 892 sredniy shassi bo'lgani uchun 892, 952, 82, 80.1larga 400 kilolik toshlar tavsiya qilsanglar bo'ladi. 40 kilodan 10 ta ketadi. 40 kilodan zavodskiy birga bir turadi. Zavodskiy bo'lib chiqadi. Uni ham videolari bor, rasmlari bor. Ularga agar qo'yib ketsang ham bo'ladi. Demak, kuzatuvchilarimizga bemalol o'sha oldi toshini ham tavsiya qila olamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, nimadan hammasi komfort. Da. Fermer kelganda bitta joyda ishi bitib ketsin. Otangga bor, onangga bor, bu yoqdan deyish kerak emas. To'g'ri. Bozorga bor, jo'natib yuboradi ko'pchilik. To'g'ri. Bunda bor. Yo'q, bizda hammasi o'zimizda bor. Komplekt hammasini olib chiqib ketish imkoniyatiga ega. Tuning, oldi toshlari bilan, o'zgartirish usuli ichkarilari bilan hammasini bitta joyda ishi bitadi xullas. Xuddi shunaqa. Demak, o'sha kuzatuvchilarimizga yana takrorlab o'tib ketamiz. Servis sentrda qoldiramiz. O'sha tosh bo'yicha, ma'lumot bo'yicha bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narx-navosi, kilosiga qarab bemalol narx-navosini kelishib olishlari mumkin. Aka traktorlarda mana ma'lumotlarni berib o'tdik kuzatuvchilarimizga. Endi bu traktorlarda fermerlarimiz ikkilanishadi. Nima maqsadda ishlatishga qarab ajratib bersak bo'ladi? To'g'ri savol. Juda ham ahamiyatga ega savol. Chunki sizlar yaxshi bilishinglar kerak. Traktori bilan 952.2 traktorni farqini bilib oldik. Farqini ajratdik o'zi. Mustahkam. Bunda 952.2. Asosan yerga ishlov berish jarayonida o'sha etapda ishlatsa bo'ladi deb tavsiya bersanglar bo'ladi. Masalan, plug yer haydashda, diski baranada juda populyarniy bo'lyapti, yaxshi ham ish beryapti-da o'zi. O'shanga tavsiya bersanglar bo'ladi. Lazerga ham qo'shsa bo'ladi. Lazerda ham ishlatib yuribdi lekin bemalol. Kubometrni hisoblab chiqarib berasizlar, o'shanga qarab olib ishlatishaveradi. Demak, 952 ni og'irroq ishlarga nisbatan tavsiya bersak bo'ladi. Uni ham universalniy qilib ishlatsa bo'ladi. Mabodoga texnikasi ko'pga yoki bo'lmasa qaysidir joyda xatolik ketayotgan bo'lsa, xo'jaligida o'shanga yetib o'tib ketsanglar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida. To'g'ri. 892.2 traktorini asosan ekinga ishlov berish jarayonida ishlatsa bo'ladi. Sababi aytib o'tib ketganimdek, diapazonni skorostga bo'ladigan tezligi kamroq. Sekinroq. Skorostlar ko'proq bo'lsa, o'sha kamroq bo'ladi. Skorost anaqasi, tezligi. Tezlik sekinroq. O'shani hisobiga. Bu tezroq yurib ketadi. Ko'pchiligi ma'qul kelmasligi mumkin. Ishlash jarayonida. Ishlash jarayonida. Buni ham yo'li borku, chiqargani, lekin ko'proq ma'qulroq varianti o'sha bo'ladi. Chunki korobkaga ham nagruska tushmaydi va dvigatelga ham. Dvigatel bilan korobkaga nagruska tushgandan keyin avtomatik bu solarka расходni ko'payishiga olib keladi. O'shaning uchun o'sha narsani ham to'g'ri tanlasa, skorosti ham. Keyin texnika zo'r ishlaydi, ko'proq ekonom bo'ladi, ko'p tomonlama. Demak, buni to'g'ri tavsiya beringlar. Ishlov berish jarayoniga bemalol ekinga ishlov berish, yerga ishlov berishga tavsiya bersanglar bo'ladi. Bo'ldi. Farqini ancha o'zi kuzatuvchilarimiz ham anglab oldi shekilli. Kuzatuvchilar O'zbekiston sharoitida ko'pchilik biladi bu traktorni. Sevib ishlatishadi. Yomon traktor emas, yaxshi. Ozgina lekin shumnirog'i, shumni. Shum ham endi o'zini vaqti bilan sekin yo'qolib ketishi. Shum deganda unaqa defekt shumni aytmayman. Shumni traktor o'zi shunaqa konstruksiya shunaqa. Tushunarli. Obunachilardan so'rab qolamiz. Keyingi videoni qanaqa traktorlarni solishtirish bo'yicha olishimizni so'rasanglar ham bo'ladi. Bo'ldi. Kuzatuvchilarimiz mana ko'rib turibdi. Sizlarga keyingi videolarimiz qaysi traktorlarni o'sha komplektatsiyasini obzor qilish, qaysini bundan keyingilari masalan to'g'ri 82 1mi? Yo'q. 1025 2 bilan 1025 3 olsak bo'ladi. O'shani xudo xolasa kommentariyada agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa
uni ham qo'ldan Obzorni kelgancha qilib obzor o'tamiz, qilib, farqini. texnik xarakteristikalari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bilmaganlarga ma'lumot bo'ladi, biladiganlarga eslatma bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot ham bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana ikkita traktorda Hasan Husan traktorini farqlarini Habibulla akamiz bilan qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tib ketdik. Habibulla akamizga ham kattakon rahmat akajon. Videoni davomiyligi muzayib ketmasligi uchun qisqaroq qilib olishga harakat qildik. Shunaqa. Batafsil ma'lumot baribir kelgandan keyin klient bilan shu mijoz bilan yuzma-yuz, ko'zma-ko'z turib gaplashganda unda tushuntiriladi. Qo'shimcha to'liqroq ma'lumot beriladi. Ma'lumot beriladi. Sizga kattakon rahmat Salomat akajon. bo'ling. Qadrdon kuzatuvchilarimiz, videoning eng shirin joyi bu narxida. 892.2 traktorimiz narxi 385 million so'm, 952.2 traktorimiz narxi 395 million so'm. Albatta, lizing asosida ham olish imkoniyatiga egasiz. Boshlang'ich 25% to'lov bilan 1 yildan 3 yilgacha bemalol xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Like bosing, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Traktor bor o'z sifat va sinovdan o'tgan texnikalarni tavsiya etishda davom etadi. You know you've seen my face before, so